Bugungi videoda Have you seen my baby? She's not a day nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me. I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my gal. She asked me when. o'yinchimiz birinchi Verity'ni korobkadan topib oladi. Qandaydir qutidan ichidan chiqib keladi va u aytadiki, menga xohlagan savolingni ber, men barcha narsani bilaman va sen xohlagan savolingni berishing mumkin menga. Bizning o'yinchimiz esa bunga parvo qilmay yo'lini davom ettirmoqchi bo'ladi, lekin u orqaga qaytib hayotidagi eng katta xatoni qiladi. O'yinchimiz endi Verity'ga kulgili savollar beradi. What sound does a cow make? Wait, you can actually do that? What sound does a creeper make? What sound? Agar men o'yinchini o'rnida bo'lganimda boshqa ovozni so'ragan bo'lardim. Sizlar o'ylagan ovoz emas, boshqa ovoz. Qo'yniki. O'yinchimiz Verity foydaliga ishonch komil qiladi, chunki u olmos qayerdaligini so'raydi. Verity, where are the nearest diamonds? Y level -58, 73 blocks northeast. Holy Okay, you might be useful, but if Va nihoyat biz kutgan onlar u o'ziga uy quradi. Nihoyat men videoni boshidan beri qachon uy qurarkan deb kutayotgandim. Va nihoyat o'ziga uy qurdi. Lekin o'yinchimizning hazillari uzoqqa cho'zilmadi. Verity endi jiddiylashdi va Verity qandaydir g'alati so'zlar gapirishni boshladi. No. then what? Something that was hungry. Vaziyat yomonlashayotgan edi, chunki Verity'ning endi yuzi ham o'zgardi. U dahshatli yuzga o'zgardi. Verity endi asl yuzini ko'rsatmoqda. O'yinchimiz bunga oddiy holdek qaradi. Lekin bu oddiy hol emas. Verity endi oddiy Verity emas. O'yinchimiz Verity'dan qo'shiq qo'yib berishini so'radi va Verity qo'shiq qo'yib berdi, lekin bu qo'shiq menga g'alati tuyuldi. Chunki lekin Verity yana o'sha g'alati gapini boshladi. Yana 3 kundan keyin kimdir keladi. Verity, is there something I need to know today? Something is coming in 3 days. What? Something is coming in 3 days. What's coming? Something. Something bad? Yes. Well, can I stop it? You could have. O'yinchimiz va nihoyat Verity'dan qo'rqa boshladi. Va nihoyat men uni qo'rquv bilan ajrashib ketgan deb o'ylagandim. Lekin endi bu kech edi, chunki Verity o'z asl yuzini ko'rsatib bo'lgandi. Va o'yinchimiz bu I'm uydan going to my ketishni lookout. xohladi. I know where Hamma your joyni face is. qurib, Yeah. yana yopib Yeah, tashladi. of course you do. You know Verity'dan everything. butunlay qutulish Already over, Mob. lekin bu You are hech mine. narsa emas. Endi Verity'dan qutulib bo'lmaydi. U o'ziga yashash joyi o'sha yerda ajoyib hayot kechirayotgan edi. Lekin bir kuni tunda That's Verity's music. Verity? Oh my god.
No, Verity, Verity. U Verity'den qo'shdi. Afsuski, endi kech. The fact that the music stopped does not mean it's gone. I'm not dumb.